أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الشركة شركة يعني شركçilik muameleleri bilmeli. Şirket kuruşun, Uygurca şirket demiz o. Şirketden de ikiye ayırıp olmalı. Şirketil emlak, şirketil uqud deb. Şirketil emlak degeni şu bir narsa igidachilikda şirk. Bir narsa ishkelenga maras qilgan bo'lsa shirk bo'ldi masalan. Yoki bir bino ishkelengan masalan. Endi desam şirketil uqud degan shunda tijorat qilib, pul tepib, uni kasb qilishda shirkchilik qilishni ko'rsatgan. Hozir ma kitob sharikada shu şirketil uqudni so'zlamoqchi. وَالنَّظَرُ فِي الشَّرِكَةِ فِي أَنْوَاعِهَا Şirket ahkamlarına qaraydigan bo'lsak, oldindan bizning turlari qaysi va fi arkanihal mujibati lis-sihhati fil ahkam. Qanda shartlar tepilsa bu şirket sog'lom bo'lib, undan unga munosabatli hukmlar kelib chiqadi. Bu arkani qaysi degandek masalalarni tadqiq qilamiz deydi. Shirkchilikmi mashru' yoki joiz ishlarning birisi. Şirket kuruş, icmaen caiz işlerinin birisi. Kur'an-ı Kerim'de mu? Mesela inne ketiren minel hulata ile yebgi ba'dum ala ba'din. Hulata diyen şu şuraka diyen manda. Hadiste mesela ene thalithu şerikeyni ma lem yakun ahaduhuma sahibehu diyen. Sahabe-i kiramlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şirkçilik ticaretini kıygan. Bunun amması şirket kuruşunun caiz ikenlikini gösteriyor. ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه. Yani biz şirketki münasebetlik ahkamlardan ittifak kılgan meselelerni bayan qilamiz ve meşteharel hilafu fihi beynehum ala ma qasadnahu fi hadal kitab. Mush kitapda biz manhaj qilib o'zimizga sizib olgan uslubimiz bo'yicha ittifak kılgan ve ulamoning o'rtasida talashda mashhur bo'lib ketgan cho'ng meselelerni bayan qilib o'tamiz. والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على 4 أنواع. عموما قلب الساق فقهاء الأمصار نظردا شركات تترك أيرلدو. شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه. Bu törte. Yani beşinci kısmı şirketil mudaribani burun bayan qilib o'tgan. Onun bir xil shirkchilik desak 5 turlik deymiz. Bo'lmasa 10 chiqarayotgan ekan, topqolgan 4 turlik. واحدة منها متفق عليها. أشو تۆتنىڭكى birida olimlar ittifoq kelgan. وهي شركة العنان. شركة العنان deb bir shirkat bor. Bu joiz deganda ulamolar ittifoq kelgan. وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ. Ba'zilari mushu lafzni demay boshqa bir lafzlar atgan bo'lsa-mu, mana aynan degan so'zni bilmaydi, boshqa bir so'z bilan ifodalaydi buni demoqchi. وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد. Ulamolar bu şirketil inan degan bunda bir shirkatning borligi joizligi ittifoq kelgan, lekin ba'zi bir shartlarda o'zaro ixtiloflashgan. Buni keyin bayon qilamiz. Va thalathatu mukhtalafun fiha. Bundan qolgan 3 shirkat, ya'ni shirkatul abdan va shirkatul mufawada va shirkatul wujuh olimlar o'rtasida ixtilof bo'lgan shirkatlar. Va mukhtalafun fi ba'd shurutiha 'inda man ittafaqa minhum 'alayha. Mush ushqil shirkat joiz deb ittifoq kelganlarning o'ttirdimi ba'zi shartlarda ixtilof bor deydi. Yani bu shirkatul inan, shirkatul abdan, shirkatul mufawada va shirkatul wujuh deb mush atash qachondan tartib o'ttirib chiqqan desa, bu endi fuqaholar tadqiq qilib yurib yo'lda ketib o'tib, shunda turli ayirib istiloh qilib mangan atalg'ular. Lekin o'z vaqtida musulmonlar dastlabki davrda muomalani qilgan chog'da shirkatul abdan, shirkatul wujuh, shirkatul mufawada, shirkatul inan deb bunda ism qo'ymagan. Buni unda ba'zi bir ahvollar qarab turga ayirish uchun istilohiy qo'yilgan ismlardan iborat. Lekin sahoba kiramlar o'zaro shirkchilik qildi. Masalan, Sayyid Buxoriyda Zayd radhiyallohu anhu deb ekan. Kuntu ana val bara'u sharikayni. Chunki shirkto. Lekin bu qaysi tariqadagi shirkchilikda, inanmatda, vujuhmatda shirkchilik bo'ldi. Unda bak murakkablashtirib o'tmagan biron.
El-kavlu fi şirketil inan. Birinci türü şirketil anan. Bu muttafaqun alayhi şirket. Ama alimlar caiz deb qaragan. Bunu bayon qilamiz deydi. Şirketil inan deganimiz asli inan degan otni yoki bir uloqninki chuluri tizgini degandek narsa bo'lsa, xuddi ikki tarafimda otni tang haydab ketayotgandek, otninki chulurining tang tutib mangandek. Hem işte biz beraber, menmo tasarruf qila olaymi bu o'rtaq narsada shirkimni tasarruf qila olaydi deganmanda. Yani xuddamda ishkilaylanda mashinaning roli qo'limizda degandek. Ishkilaylar ideyalaymiz bu mashina degandek. Şirketil anan. Demek şu mal mülkte, sermayede ve onu tasarruf qilishda xuddi tang etinayda ketayotgan ishga chavandozdek bular. Bu arkanu hadi şirketi thalatha. Muşu şirkçilikninki erkanı 3 deydi. Birincisi mahalluha minel amval. Qanda sermayeni resmi silib qiladi bu şirkçilikni. Demek birincisi sermaye. Ve thani fi ma'rifati qadr ribhi min qadr al-mal al-mushtarak fihi. İşkilaylan silib şirkçilik qilgan sermayening miqdoridan her biraylan qanchalikdan foyda oladi buni aniq bilish deydi. Ve thalith fi ma'rifati qadr al-amali min ash-sharikayn min qadr al-mal. Sağan sermaye qarta her bir şirk qanday ishlarni qiladi buni bilish lozim. Bu şirketli anan buni ta'riflash lozim. Şirketli anan ikki taraf sermaye chiqirdi. Ba'zidan oz bo'lishi mumkin, ba'zidan jiq bo'lishi mumkin. Ikki taraf o'zi kuch chiqirdi shunga. Hem sermaye chiqadi, hem kuch chiqadi. O'ttirda olgan foydani tutishgan bo'yicha bo'lish bo'ladi. Demak, sermaye teng bo'lish kerak emas. Biraydan jiqroq, biraydan ozroq bo'lishi mumkin. Ondan ishni teng qilamiz demasmi, ma'lum nimani tutishvasi bo'ldi. Mashin silib qilishlar falan yerdan, antraj falan yerdan silib tushlar degandek mesela. Ya sil do'kon tushlar, men mola kelpiray degandek. Ondan foydanimi 3dan 1 ya 4dan 1 ya 7dan 1 ya 20 deb nima qilib bo'ldi. Ondan ziyanmi sağan sermaye persenti bo'yicha bo'ldi. Degan foyda tutishgan bo'yicha. Shunday boradi. Ikkidan sermaye chiqadi, ikkidan teng qo'ltiq tijorat qildi. Hemkarlaşıdı. Keyin foydani tutishgan bo'yicha urishdi. Bizning Uyg'urda ko'pincha shirkchilik shundan. El-ruknul avval fa amma mahallush sharika deganimiz qanda pul mol-mulkni sarmoya qilib shu shirkchilikni qilsa bo'ldi demoqchi. Sarmoyasi qanda mol bo'lish kerak. Fa minhum ittafaqu alayhi va minhum maxtalafu fihi. İttifaqlashqani va ixtiloflashqani va فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين يعني الدنانير والدراهم. Pulni sermaye sarf muşunda şirkçilikten qilsa bo'ldi deb ittifoq. Yani pul deganimiz tilla, tenge, so'm, hozir Qozog'iston yen yoki dollar, real degandek. Ayn degani shu naqd pullarni. Wa in kana fil haqiqati bay'an la taqa'u fihi munajazatun. Emniyette bu soğudu setikten ibaret desek mi buldu deydi. Yani bir narsa setişti ibaret deb bakıptı bular. Şirkçilikin özüne bir narsa satkanda ayaklepti. Onun tahlil kılışı muşundağım. Ya da soğudu setik yok, şirkçilik var. Lekin şirkçilikni bir xil soğududek oylap bakıptı. Lekin bu soğududa pululan tavarını naq almashtırış diyen narsa yok. Demek şu narsa şöyle kalıyordu. İşkelerini oturdu kaldı bu narsa. Şunu biz taraf kılımız. Yani bunun demek çoğunu şirkçilik hazır xuddi bir soğudu setik tek bir narsaga o'xshaydi o. Çünkü her bireylan o'zining sermayesini o'ttirib qo'ysa, xuddi bular bir-birining nimasini ilib setishgandek, o'ttirda onning ikkalarining o'rtaq sermayesi bo'lgandek, bu aralashib ketgandek. Hozir aralashib ketishni satgandek bir narsa deb tushunibdi bular. Ve min şartil bey'i fi'z-zahab ve fi'd-darahim al-munajaza. Aslida tangi tilla pulni satgan chog'da, almashtirgan chog'da naq almashtirish kerakdi. Yedem bir dedi-ku hadisda. Lakin el-icma' khassasa hada al-ma'na fi ash-shirka. Lekin icma'da şirket qurishda shunda bir almashtirsak bo'ldi deb ruxsat qilgan demakchi. Lekin bundan so'zsiz desak bo'ldi. Mavla so'zsiz deb shunda ta'liq. Xuddi bir taraf pulni qo'ysa, ham bir taraf pulni qo'ydi, lekin bu yerda almashtirsak narsa bo'ldi deb o'ylabdim. Demak, natijada ikki taraf pul chiqarib, bunda shirkat qursa bo'ladi deganda ittifoq. وكذلك اتفقوا فيما أعلموا على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة. Yana ikki taraf o'xshash tovar chiqarib shirkchilik qilsin bo'ldi. O'xshash tovar chiqarib o'xshash masalan rahva kesh keladi. Shunday o'xshash rahni manchaga rah qatdim, sen manchaga rah qatding. Shirkchilik qilib do'konimizni ochilsa bo'ldi ekan. Bisfatun vahida degani o'xshash sifatga bo'lish kerak. Bu shirkat bilan da tang chiqarish kerakmi ikki taraf?
teng chiqarish kerak emas edi. Biraylarning sarmoyasi ko'p bo'lishi mumkin, az bo'ladi. Degan ikki taraf chiqarish kerak. Masalan, biraylar yog'och chiqarsa, biraylar yog'och chiqaribdi. Biraylar raq chiqarsa, biraylar raq chiqaribdi. O'xshash sifatdagi tovarni chiqarib qo'ysa, bo'ldi debdi. Vaqtalafu fi sharikati bil aradaynil muxtalifayni. Endi o'xshamaydigan ikki xil tovar bo'lib qolsa, bir taraf yog'och chiqaribdi, biraylar tumi chiqarib, dukochil desa, bo'lamdi bo'lmamdi. Muşunda şirket kursu bo'lamdi bo'lmamdi. Ve bil uyunil muxtalifa. Uyunil muxtalifa degan bir-biriga o'xshamaydigan masalan, birisi nokcha oltin chiqaribdi, birisi tanga chiqaribdi. Birisi dollar chiqaribdi, birisi yen chiqaribdi. Uyun degan o'sha naqd pul deb tushunsa bo'ldi. Misli şirketi bid-dinanir min ahadima ve dirahim min al-akhir mana. Uyunil muxtalifa deganlar shunda izohlabdi. Birisi tilla chiqaribdi, birisi tanga chiqaribdi. Birisi ko'y chiqaribdi, birisi dollar chiqaribdi. وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا. Yana ikki taraf riba şekillendiğen aşlıklarını çıkaran bolsa, bir türü mesela birisi buğday çıkarıptı, birisi buğday çıkarıptı. Bunda bir ihtilaf var. Lekin onda bu ribaviy narsa emas, başka narsa olsa mesela kevaz deydi. Onda ihtilaf yok ki. O'xshash bir sifatlik narsani chiqarib bo'ldi dedik-ku. Aradayni bir sifatdan vahida dedik. Bu bo'ldi. Lekin ma aşlık bo'lib qolsa, nima uchun deganda aşlıkni almashtirgan chog'da kechikib qolsa yo ortiqlab ketib qolsa jazoni shakllanadi degan bo'g'achqa. Bunda ihtilaf bor edi. At-ta'amir ribaviy degan o'sha hadisga kelgan al-burr bil-burr va-shayr bil-shayr, at-tamr bil-tamr degan o'sha to'rt turlik narsa ma. Oltindan lekin ikki zahab va-fidda. Nima to'rt turlik qilamda فها هنا ثلاث مسائل. Demek yuqorqi masalalarga asosan biz bu yerda 3 masala var deyamiz. Birincisi el-mes'eletul ula fa amma idha ishtaraka fi suntayn min al-arud. İki türlük tovarni o'tirib qo'yib, sarmoya qilib shiriklashib qolsa, aw fi arudin va darahim va dana, yoki bir taraf tovar chiqaribdi, bir taraf pul tilla yoki tanga chiqaribdi. Bunda bo'lib qolsa, fa ajaza zalika Ibn al-Qasim va huwa mazhab Malik. İmam Malikning mazhabi mushiki. Ibn al-Qasim joiz debdi. İmam Malik yani ustozininki qarashimi mushikan. İmam Ahmad mush qarashda. Mesela bireylen pul çıkardı. Ma 100 bin koy pulunu ben çıkardım. Bireylen yağaç çıkardı mesela. Ya raq çıkardı. Ya aşında satılgan kanda bir tovar binası çıkardı. Bunu caiz yaptı. Ve kad qila anhu innahu kariha zalik. Yani İmam Malik'ten aciz bir rivayette mekruh diyen qarashim var idi. Nima uchun makruh desa va sababul kirahiyati ijtima'u şirket fiha vel bay'. Bununda shirikchilik bilan so'lsatiq ikkisi jamlashib qolgan. Chunki bular bir hadisda masalan bay'in va salaf, bay'in va shart degandek bundan aslini to'sgan degan hadislarni asos qilib turib jiqmanda murakkablashgan so'zlarni to'stamasmi? Bunda shirikchilikmi bor, so'lsatiqmi bor bo'lib qoldi. Shu makruh debdi. وذلك أن يكون العرضان مختلفين قندا سودو بابنىڭ دادسا بيادا ikki tovar hozir bir-biriga o'xshamaydi. كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر. Xuddi bu yerda o'rtaqchilik bo'lgan ekan, ikkili tovar bizning o'rtamizda o'xshash bo'lishi kerak. O'rtamizdagi sarmoya bo'ldi-ku, nonki bu bunda aralashib ketadi. Aralashgan ekan, xuddi ma kishi yog'ichining yerimini ma kishininki tillasının yerimiga satqandek. Bunun 50% tilla, 50% yog'ichi va, bunun 50% tilla, 50% yog'ichi bordek bo'lib ketdi hozir. Nahotki bunda satqandek bir ish bo'ldi demoqchi. Demak bu savdo bor buning ichida deb turibdi. Yuqorqi masaladami satqandek dedi-ku, mushunda tasavvur savdo bor deb turibdi bular. Ve malikun ya'tabiru fil arudi iza waqa'at fiha ash-sharikatu al-qiyamah. Endi İmam Malik, yani İmam Malik bilan İmam Ahmad billah tovarni shirkatning rasmiy qilib, shirkat qurgan ahvolda buning qimmatini hisoblaymiz. Mesela sarmoya bundan asitdi deymiz-ku asli. Keyin foyda hisoblaysan chog'da. Manchilik narsa sarmoya qilgan deyishda, biz manchilik narsa deganda nima o'lcham qilmayapsa, tovar qilgan bo'lsa, tovarning qimmati. Masalan, 1000 metr raqamni qilgan bo'lsa, 1000 metr raqamning qimmati necha pulda? Manch pul. Undan so'ng manch pul deb pulni bekitimiz deydi. Bu raqamni bekitib qo'ysa bo'lmaydi. Demak, bu İmam Malik hozir shu tovarni rasmiy qilib shirkat qursang bo'ladi deydi. Lekin buning qimmatini hisoblab qo'ysa, shuni bekitib qo'ysa, bu 1000 metr raqam, 100 ming ko'ylik raqam o'sha 100 ming ko'y sarmoyasi qilgan bo'lding deb 100 ming ko'y deb bekitib qo'yganmiz. Lekin o'sha tovar bilan rasmiy qilsa bo'libdi, shirkat bo'laveribdi. Endi İmam Shafii'cho va Shafi'i yaqul la tanqidu ash-shirkatu illa ala athman al-arud. Tovar bo'lsa bo'lmaydi, tovarni setib oldigan pul bo'lishi kerak. Hozir İmam Shafi'i tovar bilan shirkat qura olmaysa, cho'qim pul bilan qurishing kerak. İmam Shafi'i va jumhur mishadi.
Bundan keyin bunun nazariga tovar bilan sherikchilik qilman degan bo'lsa qanday qilish kerak? Buning bahsini bitib qo'yib bilan qilmaydi. Tovarni olib setib, pul qilib, pul bilan rasmiy qilib shirkat qurdi. وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير. أبو حامد شنو حكاية قلده يعني شافعي مذهبنا نقل قلشتا خود مالكي مذهب مثلا قاضي عبد الوهاب مالكي مذهب من دا قرايدو دب يكلده ديگندك شافعي مذهب شيخ أبو حامد الإسفرايني أبو حامد يعني كان هذا أبو حامد الغزالي وان حجة الإسلام عندنا شيخ الإسلام أبو حامد الإسفرايني با Gazali bo'lsa Abu Hamid al-Gazali deb Gazalini qatishi mumkin yoki Gazali deyish mumkin. Abu Hamid kelsa Abu Hamid al-Isfarayni masdar qilinadi. Muhammad ibn Muhammad al-Gazali Tusi min ash-Shafi'i. Ya, u xato. Bu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali at-Tusi. Tusa shu Nishapurning bir kenti. Bu 450-yillarda vafot bo'lgan deyman. Tamam? 450 vafot bo'lgan. Abu Hamid al-Gazali 450-yillar. İhya ul-Ulumuddinning muallifi. Uning boshqa asarlari bor. Al-Munqiz min ad-Dalal, Al-Iqtisad fil I'tiqad masalan. Uning boshqa Shafi'i mazhab fiqhida Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Mustasfa fi usul al-fiqh. Shunday kitoblar bor. Ama Abu Hamid, Şeyh Abu Hamid o'z vaqtida, o'sha Imom Qudurining vaqtida, Imom Quduri Hanafi mazhabining beşi, bu Şeyh Abu Hamid al-Isfarayni Şafii mazhabining beşi olib, bunda Bag'dodda bunda tug'ilgan, munozirlashgan masalan. Shirazi buni birga o'tganlar. 405-yillarda vafot bo'lgan. Abu Hamid al-Isfarayni, yani 406-yilda vafot bo'lgan deydi. Quduri 428-yilda vafot bo'lgan. Shu o'z vaqtida birga yashagan. Muxtasar al-Muzani degan kitobga sharh yozgan, ta'liq qildi. Cho'ng kitob. Balki besilmagan bo'lishi mumkin. Hozir yo'q balki. Bu manda Şafii mazhabda bizning ma'rifimiz mushu mazhabda hisoblaydigan, belgilaydigan olimlar. Xuddi Quduri masalan shu mazhabda bizning ma'rifimiz hisoblaydigan, shunga o'xshash. Endi Abu Hamid Imom Shafiining mazhabi mushundaroq deb o'tirib qo'yadi hozir. Endi zohiri mazhabi Shafi'i, endi Shafiining aniq nas yo'q ma'noda hozir. Lekin zohiri 80% ko'rinib turgan nima? Yushiru ila anna shirkata mislal qiradi. Ya shirkchilikmi? Xuddi shu mudaribaga o'xshash. Mudaribaning bir xil shirkchilik deydi-ku. Shirkatul mudaraba masalan. Hech bo'lmasa bu ash-shirka fi ribh. Mudaribaga o'xshash. Tanga yatilla, yani pul bo'lmasa joiz bo'lmaydi deb qaradi dedi. Endi deb bulab qala, mush qala degan kimmish edi? Shu Abu Hamid bo'lish kerak. Qala wal qiyas anna al-isha'ata fiha taqumu maqam al-khalt. Xalq degan shu aralashtirish. Shirkchilik bo'lgandan ikkalandan o'zim bunda aralashib ketish kerak. Ikkala taraf chiqqan sarmoya ikkalan o'tirdilar bo'lish kerak. Ma'muninki demasang degan gap bo'lmas kerak. Endi bu Abu Hamid demoqchimi edi? Wal qiyas anna al-isha'ata fiha taqumu maqam al-khalt. Isha' degan bir narsa tutib ma'muning digil olmaydi. Ikkalan o'rtaqlab ketdi-ku. Undan keyin mushu odatda aralashtirganning o'rnida degan ekan bu xuddi azarmishada nima demoqchi? Joiz bo'ldi demoqchi edi. Yoki joiz bo'ldi deganni o'zi tarjih qilmoqchi. Ya'ni Imom Shafiining nimasida joiz emasda ko'rindimi shunda? Lekin qiyosni tutib qolsak asli joiz bo'lishi kerak demoqchi. Shirkatul ayanda ishoatlar bo'lsa. Shirkatul ayanda ikki taraf o'tirib tashlagan ekan, bu arodilni biz aralashtirib o'tdik. Aralashtirgan ekan, ikkalani o'ttirdiki, hamma narsa persentlik qilib bu mushuning masalan -% mening -%dan digil oldu. Lekin ma'nosi masalan mavsining va burtqalning digil olmaydi. Lekin bunda aralashib ketgan ekan, ayrig'il bo'lmagan ekan, bu shu pullarni qilgan bilan o'xshash. Bir narsa muayyan bo'lmagandek bo'ldi. Lekin joiz bo'lish kerakdi bu. Lekin Shafiining vazifada joiz emas degan gap chiqdi dedi. Dananir bilan durust bo'ldi. Asli dananir va dirham bilan nima qilsa, ikki taraf dollar chiqarsin ama dollar shundan qolgan ekan, ma 5 qog'oz meningki, ma 5 qog'ozning digil olmaydi. Bu pul aralashgan ekan, manch pul bilan manch pul sining digil oldi. Shunama bu aralashib ketdi, u qog'ozni muayyan belgilab olmaydigan bo'ldi. Endi ma nimada tovarda biraylan raq chiqarsa, biraylan masalan yog'och chiqarsa, shu yog'och bilan nimasidan deb aralashmay bundan ham turib qoldi demoqchi asli. Lekin aralashib ketsa-chi, ikkisi bir xil narsa bo'lib qolsa, hozir bu bir xil narsa gapmi, ikki xil narsa gapmi? Muxtalif ikki xil narsamish. Bir xildagi gapmish. Bir xildagi gap. Ha, bir xildagi gap. Bir xildagi gap emas, ikkalaylan o'xshash raq chiqadi biz. Ishida o'xshash ko'ngilak chiqadi.
Sonra müşanın bir dükkanı soğuk kılıp şirkçilik faydalı dep çıkıraylan. Mesela mamatrah sıkıptı mamatrah. Bu mamatrahın iki mamatrahın toplagan dikillan ana oldu. İşaat payda olap ayrılmaydı. Mamatrahının dilgili olma işkelenin ortak nasıl oldu bu? Artlaşıp ketken eken eğer şirkçinin buzup kalsak hemmeden özü çıkargan mamatrahın emas karşılarının çıkarganlardan işkisine ketişi mümkün. Yani mamatrahla maç buldu o. O'xshash bo'lgan ekan. Nima ekan bu yerda isha bo'ldi. Isha deganimiz shunda muayyan ma to'proqsiningki, ma to'proq mening digilolmaydi. Lekin mamatrasining deganimiz shu isha. Nima bu isha hozir shu xuddi pulni aralashtirib aytgandeklar, aralashtirishning o'rnida degan ekan. Joiz bo'lishi kerakdir bu. Hüküm bo'lsa, bu joizlikda va ittifoq kelgan hisoblanadi. Ixtilof yo'qmi? وكذلك اتفقوا فيما أعلموا على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة. Yok, İmam Şafii fakat pullarla buldu da durdu. Bu arud'den bir xil olsun, iki xil olsun, ya bir tarafı arud, bir tarafı pul nasıl bulmaydı. Çokum pullan buluş gerekir. Şu mesele iken bu. Pul bo'lgan chaqda mening manch pulim bo'lam deymiz, lekin pulninki ma qog'oziniki ma qog'oz mening unda deb ayrılmaydi, tamam? Nima ekan? İmam Şafii'ning degani shu o'rtaga tashlagan sarmoyani keyin ma'mininki ma'sında ayrılmaydigan darajada aralashtish lozim deydi. Shu shart. Shunda tasavvur qilgan ekan, puldan boshqani unda aralashtirib bo'lmaydi. Biraylar raxga gapti, biraylar yoki ko'nglak ekapti, yo biraylar yog'och ekasa, aning sarmoyasi ayrim mana chiqib turdi, buni aralashtirib bo'lmaydi debdi. Yasashdan burun shu shirkat joiz bo'lishi kerak. Hozir shirkat joiz bo'landi, bu mum degan masala. Persent bilan bu yerda men chiqib bo'ldi demak. Ha, endi persent digili bo'lsa bo'ldi. Lekin bu tovarni qilsam qanday persent digili bo'ldi? Bo'lmaydi deb turibdi. Lekin jumhurmi bo'lmaydi deydi. Tushunami? Bo'lmaydi degan qarash, jumhurning qarashimi yoki kimning qarashi? Kitobning aslida nimadir? Jumhur. Nima Abu Hamid Azir, Abu Hamid Isfarayn, Ahmad ibn Muhammad. Abu Hamid al-Ghazali ise Muhammad ibn Muhammad buldu. المسألة الثانية وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيها النساء مثل الشركة بالدنانير من أحدهما من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر أو بالطعامين المختلفين اشترب سرماية قاده. İki tarafdan sarmaya qilgan narsa birisi tengi ekan, birisi tilla ekan. Bu narsa bir-biriga almashtirsak, kechiktirmaydan naq almashtirish kerak narsa edi bu ikisi. Zaman yoki ikki turlik ashliq, bug'doy bilan masalan arpa. Bunimi shu yerdan bir yerga almashtirgan narsa edi-ku. Mushunda narsa bo'lib qolsa, faqtalafa fi zalika qawlu Malik. Malikninki qarshi o'xshash chiqmay qoldi. Fa ajazahu marra va mana'ahu marra. Bazı o'rinlarda joiz debdi, bazı o'rinlarda cheklandi debdi. Ve zalika lama yadkhulu ash-sharikata bid-darahim min 'inda ahadihima wad-dananira min 'inda al-akhar min ash-sharikati was-sarf ma'an wa 'adam at-tanajuz. Nima tushunsa, bir taraf tilla, bir taraf tenge chiqib buna shirikchilik qilsa, nima bo'lib chiqadi desa, ham shirikchilik va bu yerda ham pulga almashtirish va hozir xuddi masalan tilla bergan odam tillasiga qarshi tarafning tengisidan pishga almashtirdi. Qarshi tarafmi o'zining qatgan tengisining yerimiga qarshi tarafning tillasini almashtirdi. Ikkilaylar undan azroq tilla bilan azroq tengi chiqargan bo'ldi. Umi shunda qilgan bo'ldi. Ikkilay taraf unda chiqargan bo'ldi. Undan aralashtirdi deb nima qilayotgan bo'ldi. Yuqorida so'zsat degan masalaga o'xshaydi. Nima bu yerda sarf masalasi kelib chiqdi. Ya'ni pul almashtirish masalasi kelib chiqdi. Lekin bu yerda naq almashtirish yo'q deydi. O'ttirib tashlab qo'ydi, o'ttirdi qoldimi bu. Qo'lga topshirib qo'ydilar, kezga shu yo'qqa. Tanajuz degan naq pulga almashtirish ham bu. Undan bu cheklandi deyishning sababi shu. ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز. Endi ikki tarafdan chiqargan narsa ochliq bo'lib qolsa, birisi bug'doy, birisi arpa chiqargan bo'lsa, buningdimi yedam biyat degan unda bo'lmaydi. Hem shirikchilik va buningda ham naq almashtirish yo'q. Navanigan cheklandi. Ve bil man'i qala Ibn al-Qasim. Ibn al-Qasim İmam Malikning shogirdi bumi cheklandi degan qarashni tutibdi. ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها. Bunda ikki xil to'xtam bir yer bo'lib qolgan ahvol bo'lmaydi bunda. Chataq yo'lab qarasa joiz debdi. Yani joiz desa bo'ldi. Nerede sodalashgan bir ahvol yo'q buni.
المسألة الثالثة وأما الشركة بالطعام من صنف واحد أن أخشش ترلك أشلق çıkarıptı. Bir tonne buğday çıkarıptı. Karşı tarafına bir buğday çıkarıptı. Şirkçilik kılmışın sete paydalıp nukle edipti. فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة. Mesela أخشش pul çıkarıp şirkçilik kısı boğandak أخشش aşlıq çıkarıp şirkçilik kısı bulduğu dep qiyas qıptı ibn القاسم. ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور. İmam Malik meşhur qarışıda iki qaraş varken, birisi meşhurken, birisi gayri meşhurken. Meşhur qarışıda İmam Malik çekilipti. Nime sebepten ise bi'adimil münacizatillezî yedhulu fihi. Demek onun da nah almashtırıp lan epkizga iş yok. Yani bu sosyete qilgandek bir iş var. Lekin qo'liga eplan ketmaydi bular. Nah almashtirish degan gap yo'q buningda. Hadisda yedan ber degan te deb turibdi. So'da deb qarash. So'da deb qarab. Yo'q, İmam Malikning qarashi bu. So'da degan qarash İmam Malikning qarashi. İmam Şafii rahimahulloh shuni qartar tilashlar tisqoladi. Ya Şafii mazhabida so'da deb qilmadi buni. İmam Malik ham so'da deb qilyapti. إذ رأى أن الأصل هو ألا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع. Hem de ayada İbn Kasım icma kılıngan aşu pulga kıyas kılgan tuğu ya da o pulga ruhsat kılıngan bir ahval ba onun kıyas kısak bulmaydı o dep turuptu. وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة. من dağın deyilip tanıdı. İmam Malik ne için yaman kögen bunu? Ne için çekligense bu şirkçilik diyen kımmeti tam beraber buluşuğa muhtaç neyse. Vel bey'u yeftakiru ilal istiva'i fil keyl. Yani söz setik diyen, yani yanılan söz setik diyen neyse bağmışın sidep karahatıdır. Şirkçilik diyen de bunda kımmeti tam ulaşını takazza kılıptı. Lekin bu hazırkı şirkçilikte bir taraf buğday çıkadı, bir taraf arpa ya buğday çıkadı. Ondan bunun birisi artık birisi kem boğan iken ya da soğudu da hazır. Müslüm bir misl diyen nasi bulmaya kaldı demekçi. Müslüm bir misl buluş gerekti deydi. Ya hazır ta'amın meselesi. Ta'am min sınıfın vahid. Ta'am fi sınıfın vahid da yedem bir buluş gerek. Vel fadlu riba diyor. El-burr bil-burr Müslüm emas, yedem bir. Vel fadlu riba. Onun için ya da tang buluş gerekti. 1 kilo buluş gerekti deb turibdi. Lekin shirkchilik qilgan chog'da da cho'qim o'shlar tang sarmoya solish kerak emas. Biraylar 1 tonna sarmoya solsa, 1 tonna bug'doyni, biraylar 500 kilo bug'doyni solsa bo'ldi. Doimgi tanglik yo'q deb turibdi. فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل. Ondan iken ikili tarafında açlık çıkarıp kalsa, bunun kıymetini tanımlaş gerek, kemçini tanımlaş gerek. Bulmasa al-fadl riba olup kaldığında bir ahval bulup kaldı. Biraylan 1 tonna, biraylan 20 tonna çıkan bolsa, bu kemçendi mi tanımaz, kıymetini tanımaz olup kaldı dedi. Ve zalike la yakadu yujad. Tang bulduğun ondan nasıl mümkün emas. Yani onda şekilde tang kemçendimi kıymetimi tang bulup bir xil narsada onda şirkleşiş adette uçurmaydı deydi. Fekeriha malikun zalik. Lekin anda tang bulup qalsa caiz bo'ldi deydi. Neticede. Ayni tang bo'lsa caiz bo'ldi, adette onda shirk yo'q. Şunu haram deb aytmayman. Makruh degani ashunda bir xil gumon bilan, ashunda bir cho'nqur o'ylab ketib buni makruh deb qiladi. Fahada huwa istiwa'ul qima. شنو وصلنا كده؟ اختلافهم في جنس محل. من تقرأ كنز تقرأ القبط. فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة. demek yuqorqi talashlar shirkchilik uchun soldigan sarmoyaning jinsi qanday bo'lish kerak degan masaladagi talashlar. Yani dollar bilan bo'lish kerakmi yoki tovar bo'lsin bo'lamdi yoki bir taraf tovar, bir taraf pul bo'lsin bo'lamdi yo ikkili taraf tovar bo'lsin bo'lamdi degan masalaga munosabatlik talashlar. Onda ittifoq kelgan o'rinni bayon qildik, ixtilof bo'lgan o'rinni bayon qildik. Yuqori qildimda joiz degan qarashimiz bo'ldi. Biraydan tovar, biraydan pul chiqaramdi, ikkili taraf tovar chiqaramdi, joiz degan bo'ldi. واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلط إما حسا وإما حكما. Yani ixtiloflashgan masala shirkatning sarmoyasi, milish va sarmoya shu ya emili ayrılışıp ketib ayrılmaydigan bo'lish kerakmi yoki hukman ayrılmaydigan bo'lib ketish kerakmi? Yani shu shirkatning bir shartimi shu degan masala ixtiloflashib qoldi.
مثل أن يكون في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما. Mesela ama pulunu bir sandıkla toplaptı bul. 100 bin köy, 200 bin köy çıkan olsa bir sandıkta saklap, qanday narsa olmoqchi bo'lsak, shunda olaman deb muhim bo'lsa, bu hissanında, moddiy jihatdan biz ko'rib turibmizga, ikkisi bir yerga aralashib ketdi bu. Va aydima mutlaqo alayhima degan ikkilaydan xohlagancha shundan elib tasarruf qila oladi. Hejlaydi. Va qala Shafi'i la tasihhu ash-sharika hatta yakhlita malayhima khaltan la yatamayyazu bihi malu ahadihima min mal al-akhar. İmam Shafi'i İkkilen her biri sağın sermaye birbirinden ayrılmadan derdi arlaşıp geçse anlam buldu. Arlaşması olmaydı öyle durum. Ve qala Ebu Hanife tesihhu şeriketu ve in kana malu kullu vahid minhuma biyadihi. Adım ya da hükmen dengel nisbatıdır. Bayat bir sandık taşlığını emez. İşte şerik şunda qarasa şu pul şu edilen. Bu hissenligini şu. Biz aslında bir yer toplanğan alet körümüz go. Endi hükmen degene ishkiyandan sağın desmaysa özümüzden qeşida pulumuzda, yanchqimizda. Şirkatlar buldu. Endi mesela şirket gibi narsa setib olmoqchi bo'lsa, hammadan shu o'zimizga sağın sermaye bilan setib olamiz, chiqim qilamiz. Lekin bu hükmen şirketning puli bu. Yani mening yanchqimda bo'lgani bilan bu hükmi nima? Şirketning sermayesi bu. İmam Ebu Hanife her bireylerinin sağın sermayesi o'zining qo'lida bo'lsa-mu, hükmen ikkisi birlashgan hisobda joiz bo'laverdi deb qaradi. فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول. Demek Ebu Hanife hazır şirket kurduk amasa ben manç pul çıkardın sen manç pul çıkardın diye sözler lam hazır şirket kurulup buldu. Teşkilen pulunu bir sandık taşımagan bolsak mı yenimizlik sermaye atgan pul şirketin pulu hesabında hükmen şirketin pulu edipti. Ve malikun iştarata ila zalika iştiraket tasarrufi fil mal. İmam Malik mi şunga qetilgandak. Qetilib Aş pulmalda ikkili taraf tasarruf qilasın ki. Mesela size 100 bin köy qatib şerik oldum diyemez. Ben 100 bin köy qatgan bolsam, ben yendigen hesap bolgandan keyin bir mal uçrab qalsın, yanlardan elip lan mal ala alsam buldu. Yani tasarruf qila alsam buldu, qarşı tarafdan yanchib qo'ydikini. Ayında bolganda haqiqiy şirket oldu debdi. Ve Şafii iştarata ila hadayn al-ixtilat. İmam Şafii şirik bulduk deb izaki to'xtamlashgandan keyin yana qarshi tarafdan yanchqilik pulni ishlatadigan bo'lgandan keyin uningdan sirt yana aralashib ketish kerak degan ortiq bir shartni qo'yibdi. Val fiqhu anna bil ixtilat yakunu amal ash-sharikayn afdala va atamma. Val fiqh deganda mishada tarjihida keldir. Fiqhning taqozosi nima? Bunda aralashtirgan chaqda undan shirikchilikning ishi, shirikning ishi raus bo'ldi. Bu şirkette ben bir mal kep qalsa olay desem, mening yanımda pul yo'q, o şirketning sermayesi şirkimning qo'lida, uni ishlatilmaydigan bo'lib qolsam, shirkatchilik tez aqmaydi demak. لأن النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه. Nush degan o'sha samimiy kuyinish. Mesela o'zi bir mal ushrab qalsa, qo'ymuş uni olsam toz obdan foyda qildi deb o'ziga ko'yingandek, bu shirkchilikni qilgan chog'da shirkiga o'xshash ko'yingan. Uning yendiki pulga mashina azin ushrab qolgan malni gachida elish uchun tirishish kerak, shirkchilik bo'lgan. Chunki foyda chiqsa o'ziga foyda bo'ladigan bo'ladi. Davanken aşına zaten işletildiğin. Boğaz taşı bir yerge toplanıp bir sandıkta saklap, işkileyle halanç alaylardan boş şu yaxşı edemez. Yani İmam Şafii'ninkini tercih kılıvatkandak, ya şununkini afdal davatkandak hazır. فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه. Bu rükn hazır mahall şirket diyen rükn. Sermaye münasebetlik şartlar. فأما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهما الربح. İkinci rükne bu şirketinki bu faydını qanday bölüşeş meselesi. فإنه متفق على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال. Ulan ispat etken bir ürün var. İza mı, izmi? Ama ne iza mı? Demek hazır fayda degen sermayega erişip bildiğin narsa. Sermaye bolgandan fayda bulduğu sermayeni tasarruf qilgan chog'da, tijorat qilgan chog'da undan fayda kelib chiqqan gap. Shuni erişip bildiğin narsa. Şuna bo'lgandikan, inkana aslu mal şirke mutasaviyayni, ikkili taraf sağın sermaye tanglab qolsa, u chog'da foyda sermayega tava bo'lgandikan, sermaye tang bo'lsa, foydami tang bo'ldi degan gap chiqadi. Bunda ittifoq ekan. Ikkili taraf tangdan pul chiqiribdi. 100 bin köy, 100 bin köy. Daha keyin bunda 100 bin köy pay chiqib qolsa, 50 bin köydan bo'lishadi. Bunda ittifoq qildi. واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟ Hem de ihtilaf olan mesele iki tarafın sermaye miktarı okşaşamaz.
bireyler 100 bin koy, bireyler 50 bin koy çıkardı. Lekin paydını tan almaz dese bulamdı. Fekale Malik ve Şafii zâlike la yecuz. Ve kâle ehlul Irâki yecuzu zâlik. Ehl-i Irak müşahede İmam Ebu Hanif'in ba, İmam Ahmed'in ba. İmam Ahmed mu yecuzu deb qaraydı. Ve umdetu men mena'a zâlik. Caiz geldi İmam Malik ve Şafii bunun asası ennehu teşbihur ribhi bil husran. Bir yerde paydını ziyanga okşatkan ehval bari. فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجوز كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله. Ziyanın bir kısmını men tatmaydigan şekilde sen tatkan deb şartlası bo'lmaganda foydaning bir kısmını o bir adamga ortiq bunda jalatlan bekitib qo'yish bo'lmaydi deydi. Xarijan an mali diye o'zining masalan 30% samaj qolgan bo'lsa 30% oldigan foydaning boshqa ya'ni 10% foyda ustiga qo'shib qo'yish bo'lmaydi degandek. وربما شبه الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين. بعض يعني من da bir kıyas mı kıldı dedi. Yukarı delil mi kıyas ibaret? Mağmı bir kıyas ki. Paydını ikkilerini otturdaki şerik olan bir zimin koştuktu. Şu ziminden paydalanış. Bir öğün ikkili ağam bolsa, yoki bir öğün ikki oğulga da miras qolgan bolsa, ikkiden tam paydalanıp turgan öy bolsa, şunga o'xshash deydi. Yani ennel menfa'a beynehuma tekunu ala nisbat asli şerike. Demek şirikçilik persenti qanchalik olsa paydımı şunda buldu. 50% olsa paydımı 50%. 30% 70% olsa paydımı şunda. Ve umdet ahlil Irak teşbihuş şirketi bil qiradi. Bula mudaribiga qiyas şirketine mudaribiga qiyas qilib ve derken ennehu lemma caza fil qirada yekuna lil amil min al ribh mastalaha alayhi vel amil laysa yaj'alu muqabilahu illa amalan faqat كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزءا من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا. Buna mudarebe kıyas kılıp, mesela mudarebede küçük çıkırdığı adam, çıkkelen küçükken miktarda paydını alıttı. 50% alışım mümkün, 70% alışım mümkün, 10% alışım mümkün. Hem de küçük adam fakat işleyi düşün ama pul katmaydı bu. Bizim şirketler enanda bu hem pul katıdı hem işleydi. Demek fakat pul katmagan, küçlem çıkırdığın bir şirkçilikte kaçlık persanda paydını ülüsü caiz desek, hem pul katıdığan hem küçük kırılganda elbette caiz oluşu gerek. Ve çoğunun mudarebeyi kıyaslıysak bu bekrek caiz oluşu gerek. Çünkü mudarebede pul çıkamayı küçlem çıkarttı. Şunda turguluk faydını kançak çıkasmaydı etti. Yani hem küçük kırılgan hem pul çıkargan ahvalda faydını çıkarak ası elbette oluşu gerek depti. Nima uchun desa, yani bir tarafdan ortiq olgan payda aç qolgan kuchdagi farq shunga mutayin deydi. Bijadan bilan bijadan o'xshash olmaydi. Masalan, bir aylar masalan tijoratchi bor usta. Uning epoa ham naita kuch qilib ishlaydi. Bir aylar yashinib qolgan yoki tijorat ishida diti yo'q masalan. Shundan keyin bir aylarning chiqargan kuchi, ya'ni bir aylardan naita ortiq bo'lishi mumkin. Shundan keyin foyda shuning qarta ortiq bo'ldi. Gerçi çıkargan sermaye okşaş boğusu mu demek? Mağu naite ilgari qarash mı? Çünkü şirket asılsa qaravatqa narsa çıkargan mablag' tursa onun senga. Ya hazır sermaye hem kuch hem puldan ibaret. Bulga deb qolsak ondan aytgan ziyanning shu deyishgani chiqib foydani ko'rgandan yoki ziyan tangundan. Yo'q, ziyan hazır shu nim bo'yicha bo'ldi buningda. Sermaye bo'yicha bo'ldi. Shunda bo'lish kerak. Foyda çıkargan kuchlar qo'shib Hasara ziyan sermaye persent bo'yicha. Lekin paydini ortiqning qiz bo'ldi deb. 30% 70% birlashgan bo'lsa ziyanni shu to'xtatib turganda ziyan topgan foyda lekin undan foyda jiqroq o'sib bo'ldi. Endi mudarebe qiyas qilsa ziyanmo shundaroq bo'lish kerak kesildi. Lekin mudarebedan bir taraf pul chiqarib, shundan u kuchni chiqardi. Ashuni kuch chiqardi. Demek men qarashga asosan gerçi chiqargan sermaye tang bo'lsa-mu, foydani biraylar ortiq olsa bo'ladi. Ziyan cho'lsa, ziyanning gapini yad qilmadi. Lekin bu shirkatning asli prinsip bo'yicha ziyan shu sermaye nisbati bo'yicha bo'lishi kerak degan gap bor. Lekin men qarashga yo'q, shu ziyanning shunda kichkan bo'yicha bo'ldi desa, balki men gapiga uyg'un kelib qoladi. Bek bir ig'ir masala emas ekan. Ziyanni kichkan bo'yicha bo'ldi desam bek ig'ir ish emas. Chunki bu yerda kuchmi chiqadigan bo'lgan kichiklik taraf. Wa amma ar-rukn ath-thalith alladhi huwa al-amal. Hamda qildigan ish kelsak, bu 3-chi asosiy masalalarning birisi
فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال. Bu ismi sermayeye tabi. İmam Malik'in nazarında. فلا يعتبر بنفسه. O özaldığı ayrım bir bunda müstakil bir narsa emas. Xuddi paydımı sermayeye tabi bo'lgandek, bu ismi sermayeye ergişip turgan narsa. Çünkü manada hem sermaye çıkırdı hem kuch çıkırdı dedik. Sermaye çıkamaydan qilsa bu şirketin anan vücudga chiqmaydi. Sermaye bo'lgandan ismi birlikildi. Ve o anda Ebu Hanife ya'tabiru ma'al mal. İmam Ebu Hanife ikkisi tang deriz. O birisi tava dememiz hem kuch hem mal ikkisi tangında yanmayan turdu deydigan. Ve azunnu enne minel ulemâi men la yucevvizu şerikete illa yekune ma lahuma mutasaviyeyni iltifaten ilal amel. İmam İbn Rushd burada keskin ta'kidlanmay ve isidi qilishgan ba'zi ulamolarningki mundara da qaraydigan bor debdi. Shunda o'ylayman debdi, lekin bu rasmda. Shunda ulamolar bor. Shafiy mazhabdan ba'zi olimlar shunda deb qaragan. Jumhurning qarshisida Shafiy mazhabdan ba'zi ulamolar ikki tarafning sarmoyasi tang-tang bo'lish kerak. Birisi ortiq bir bo'lsa bo'lmaydi deb turadi. Iltifatan ilal amal. Chunki İşleştirme tang işlegan ekan, sarmoyam tang bo'lish kerak deb. Lekin ishlash tang ishlaydi. Bu 8 soat, bu 8 soat ishlaydi desak, lekin buning chiqadigan kuchi o'xshash emas. Tushunami? Yani ikki odamning o'tirida asman farqi bor. Birisi masalan yog'ochchilik yoki kompyuterchilikni qilsa, kompyuter injener bo'lishi mumkin. Bizsa o ishni faqat uqmaydigan bir odam bo'lishi mumkin. Lekin shu jumhurning qarashi shu to'g'ramda. U ikkalani soldigan sarmoya tang bo'lishi shart emas. فإنهم يرون يعني بعض الشافعية يرون أن العمل في الغالب مستمر. Yani bu işçigen galiben tang oldu. Belki bularında işleş saat vakti bazı bir işler şunun közü çıkın boşum. Ameliyatda bu işinin kıymet küçüğe oxşaş olmaydı. Yani bir profesör değil ya bir injener ya bir doktor. Bu adette bir hech qanday kasb qilmaydigan bir odam bilan sheriklaşga ahvolda. Masalan, doktorxona ochamiz, kasal ko'rib davolab turmasan, dori porini akib birsa degandek. U ishkelinning chiqargan kuchi qanday o'xshash bo'ldi. Ma'lum, lekin bu o'xshash bo'ldi chiqargan kuch degan deb o'ylab. Vaqt e'tibori degan o'xshaydi bundan. Vaqt e'tibori bilan yoki shunda odatdagi bir ishlarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Fa idza lam yakun al-mal baynahuma ala at-tasawi kana hunalika ghabnun ala ahdima fil amal. Undan ki işkelerin çıkan sermayesi tamamsa bireylen işte bireylenine xudamda oldi o'tgandek, gol o'tgandek, ziyon o'shtirib o'tgandek bo'ldi deb. Ghabn yani nima? Al-khida' degan bo'ldi. Yani qo'ylab ketishdek, ziyon tortishdek bir ahvol bo'ldi. ولهذا قال ابن المنذر شو إجماع دين كتابه ده مش ممكن أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل ما لصاحبه من نوعه يعني دراهم أو دنانير أخشش مالدن تام شكل çıkarıp kız caiz de ittifak geldi. Bu محل إجماع. ثم يخلطانهما حتى يصير مالا واحدا لا يتميز. Bak aşında أخشش maldan tang çıkarıp $1000 500 koy mesela. Yani tang çıkarıp şirkleşse caiz olur ama hani bu işken çıkan sermayeni birleştirirdi, arlaştırırdı, ayrılmayacağım buldu. Sen bergen pul kasitte de bunu ayrılmaydı. Aşında bulup kesse caiz oldu. Bunu da ittifak. Ala yebi'a ve yeşteriya ma ra'aya min enva' ticaret. Demek bu Allah aşında birleştirirken şu sermayeyi halgan için mal elip setip bunda ticaret kılır. وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما نصفين. Yani işkeleninin otturda çıkan ayında paydolup kalsa, işkelen tan alamaz dese bunun da zaten ittifak. وما كان من خسارة فهو كذلك. Ziyan bolsa mu tan, yani çıkan sermayenin tan olanı ziyanı tan diyenin müşan mahall icma. وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. Ya da bir kaydını yani şartını ekip koygan da hazır. İki taraf şirki bayada elif satsa da koyar. Xuddi bayada da şirki yok ya da elif satıp kıysa bayada icma yok bo'lishi mumkin. Bazılar başka çıkarışı mümkün. Ve iştiratu hada şart yani iştiratu hada şart yani إذا باع كل واحد منها بحضرة صاحبه diyen bu şart. يدل على أن فيه خلافا mana. İşkelen bir yer turup elif satıp kalsa caiz diyenlike işkelen başka yer turup elif satıp kalsa caiz emas degandek bir narsa. Yani bazılar şunda deb qaragan bo'lishi mumkin. Yani icma bulanmay qolgan bo'lishi mumkin shu masalada diyenni ishorat qildi deydi. والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. Hem de köpçülük alimlerden kelgen qarashlar, meşhur qarashlar ise biz bildiğin qarashlar o çokum yendi turup elif satib qilish kerak emas.
u yo'q yerda boshqa shaharda turib boshqa do'konda turib ilib bo'laverdi. Al-qawlu fi sharikatil mufawada. Favada degan shirk, ya'ni bir shirkiga mushuni qilib qo'ysizlar deb topshirib berishdi ifade. Bu shirkatimda mushuni sizlar qilib qo'yasizlar. Men bo'lsam men qilay, men bo'lmasam sizlar qilib qo'ysizlar. Ma do'konni men bachadim, achay, men bo'lmasam sizlar ichib qo'yinglar, foyda chiqib qolsa tang degandek. Mufavada degan shu. Yoki ishkaylarning ishki do'koni bor ekan, ishki qilinadi. Men bir joyga ketib qolsam, ishki do'konni sizlar qarasizlar. Sizlar ketib qolsa, ishki do'konga men qaray. Chiqqan foyda tang bo'lsa-da, bunda bir shirkchilik qilishni iborat deylan. Vaqtalafu fi sharikatil mufawada. Fattafaqa Malik va Abu Hanifa bil jumla ala jawaziha. Imam Abu Hanifa, Imam Malik va Imam Ahmad bu jumhur jaiz deb qardim shuni. Bu g'alatirak bo'lg'achqa olimlar ixtiloflashgan ma'no. Sharikatil ananda ittifoq bor shunami? وإن كان اختلفوا في بعض شروطها. بولام جمهور إمام مالك أبو حنيفة وأحمد ولا بعض الشرط الذي اختلف لهم بوسون لكن عموما جائز دب قرده. وقال الشافعي لا تجوز. ومعنى شركة المفاوضة شركة المفاوضة تعريف خلوة دادر أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره. Mening bilimni men ba'usammo yo'q olsammo setib qo'yalaylar. Sizninkini sil bo'lsa ya bo'lmasa men setib qo'yalayman. Ishkillarning tijorat to'xtab qolmasin. Deb endi shirkchilik qilgan. Va zalika waqi'un 'indahum fi jami' anwa' al-mumtalikat. Qanday egilik bo'lsa, hammasida qig'il bo'lgan buni. Yer mulk olamdi, do'kondagi sotilgan narxida narsa olamdi, nima bo'ldi. وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال. İmam Şafii'nin asaslanğını bunu çekleşti. Bu şirkçilik degan sermayeni aralashtirib etgandan onun kelib chiqadigan narsa. فإن الأرباح فروع. Bu fayda degan uningki mevasidek bir narsa. Shuni ergish qilgan asosiy narsa emas. ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراط أصولها. أصل sermaye müşterek olsa, o'tirda shirk olsa, ondan foydani shirk qilgan gap. وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز. Özünün igilikidi, özünün mülkide bir pay çıkıp kalsa, o karşı terkip edilen onda şartlaşıp kalsa, bu bir xil namalumluk. Yani bir xil tevekkülçilik ma bu. Karışık tevekkül kılış ibaret. Bu caiz emas dedim. Ve hadihi sıfatı şirketil mufavada. Şirketin mufavadada bunda tevekkülçilik var. Karısı tevekkül kıl. Bakalım benim dükkanımdan pay çıkıp kalsa, onun qarab qo'ygan adamga foydani bilib bersam qanday gap? Qarshi taraf ishni chiqaradi boshlanadi. Qarshi tarafmi o'xshaydi. Demak, umi o'zining do'konidan foyda chiqib qolsa, buning birda, bumi shuning birda, bumi yo'qolib ketib qolsa, qarshi taraf qarab qo'ydi, qarshi taraf yo'qolib ketib qolsa, buning do'koniga qarab qo'ydi bunda. وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه. يقول كده bizning bir qismini qarshilarining nimasiga sotdi deb so'z setib deb qarabdi. ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده. Bir qism malni satgan. Bunun do'konidagi bir qism mal odamga setib bo'ldi. Uni qilib qolganiga odamni vakil qildi. Mushunda deb o'ylabdi. والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة. İmam Şafii deyapti, bu shirkchilik degan ham so'z setiq ham vakolat ishidan iborat emas. Shun bo'lmaydi deb. Va amma Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa jaiz deganlar qatoridan nima deb qaradi? Fa huwa ha huna ala asli. Demak, Imam Abu Hanifa bu yerda u qilgan ishni, u tovarni, u uni ko'z tutmaydi. Shirkatul ananda tutgan qoidasi bo'yicha o'xshash maydonda turdi dedi. Fi annahu la yura'i fi shirkatil anan illa an-naqd faqat. Şirketil ananda fakat şu pul buluş kerak degan gapni nima qildi? Lekin ma'lum cho'lsa, unda bo'lmasin buldu degandek. Va amma ma yaxtalif fihi Malik va Abu Hanifa min shurut hadhihi shirka. Endi Imom Malik, Abu Hanifa jaiz deganda shirketil mufavada. Lekin o'tirda ba'zi shartlarda o'zaro ixtiloflashib qolgan ahvol bor. Bular qaysi esa fa inna Abu Hanifa yara anna min shartil mufavadati at-tasawi fi ru'us al-amwal. Sarmayda tang-matang bo'lish kerak deb qaraydi İmam Abu Hanifa. Ve qala Malik leysa min şartiha zalika tashbihan bi şirketil anan. Şirketil ananı qiyas qilib turib, tang bo'lish shart emas, balki biraylarning sarmoyasi ortiq, biraylarning sarmoyasi az bo'lsin buldi deb. İmam Ahmad va İmam Malik bilan billah. Ve qala Abu Hanifa la yakunu li ahadihima shay'un illa yadkhula fi shirka. Yani ikkaylan shu shirkchilikka boshlab tutishsa, ondan birisiga bir narsa payda chiqadigan bir narsa kelishi mumkin. Shirkchining boshlamagan ahvolda hech qanday bu o'zgarish bo'lmaydi demakchi.
Çünkü İmam Malik hazır shunda shirkchilik pishgandikilam xuddi bu dükandagi malning bir qismini qarsirikka sotgandek bir bo'ldi degan. Shunami? Ma İmam Abu Hanifa yozunda so'zsatib deganda bunday hech nima yo'q. Hech ish qilmagandek turdi. Shirkat boshlansa undan bir ish qilgan hisobda. İmam Abu Hanifa sözlerle şirkçilik başında dedi. Pulni aralashtirmoqchi. La yakun li ahad ma shay illa yadkhulu fi shirkatin. Chiqsin har qanday narsa bo'lsin, chiqim shirklik kirib ketish kerak. Ya, ishkelanga bir narsa tegmaydi. Bu shirkchilikda masalan bir narsa qo'lga tegmaydi. Faqat lam shu shirklikni boshlasa, undan foyda ya ziyon bir narsa tegishi mumkin dedi. Lekin İmam Malik shuna shirkchilikka tushgandan lam so'zsatib qilgandek bir ish bo'ldi deb. Lekin u so'zsatib qildi dedi, kimga nimaga sotdi degan narsa aniq emas. Shirkchilikda bir narsa, ya'ni so'zsatib qilgandek bir narsa bo'ldi dedi. İmam Abu Hanifa hech qanday ish bo'lmadi. Lekin shirkatga chesa, shirkchilik boshlansa, ana shirk bo'ldi. Bo'lmasa, qo'lga bir narsa tegmaydi debdi. Wa amdatum anna ismal mufawada yaqtadi hadayn al-amrayn, ya'ni tasawul al-malayn wa ta'mim mulkihima. Ishkelanning asoslang'ini degan qarshi kelan İmam Malik va Abu Hanifa. Mushkelanning asoslang'ini shirkatul mufawada, ya'ni mufawada degan so'zning o'zi mush ikki kishini taqozo qiladi debdi. Yani ikki tarafning sarmoyasi teng bo'lishi kerak, undan ikkilaylarning mol mulkiga ikkilaylar ega bo'lishi kerak degan bo'ldi. Lekin bu hamda shirkatul mufawada bizning amaliy sharoitimizda bo'lamdi, bo'lmaydi. Yo'q deyarli bo'lishi mumkin, ama bu ta'simda undan hamma narsa shirk qilib foyda. Bu ikki do'kon ochqadim do'konni birlashtirib endi bu do'kon bo'lishi mumkin, doktorxona ochgan bo'lsa, balki har turli narsa bo'ldi debdim. Bunun amaliy bir misol bo'lsa-da, jamiyatimizda bu munda gapkan deb ochiqroq tushunibdi. Lekin o'shanda bir tasavvur qilib boqamiz shirkatul mufawada. Bu balki bizning jamiyatimizda bo'lmagan bilan burun bo'lib, keyin asta yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mushtirlar ba'zi bir shaharda ba'zi vujudlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Yani turuplam hozir so'dining har xil shakllari chiqyapti-ku. Turuplam shirkat mufawada biznasi gachchi chiqib qoladi. Ya jamiyat yangi bir so'di shakli chiqib qolsa, shirkatning mufawadaning qalbiga chiqib qolsa, mush bo'yicha bir taraf qo'llanadi. Bo'lmasa bunda o'qib qo'ysak. Al-qawlu fi sharikatil abdan. Shirkat abdan yani badandan kelib chiqqan. Badan. Biz hamda ikkilamında kuch chiqarib, ishlab, ya tijorat qilib paydab qolsak nima qiladi? Masalan ba'zida hunar kasbida nima qildi? Masalan ishkala yog'ochchilik do'kon ochiblar, topgan pulni tam o'lshaylar, ya menda o'lshaylar. Ya biraylar masalan tamchi o'zi biraylar suvoqchilik qiladilar. Biraylar tamchi usta, biraylar qish o'rib qo'yadi. Ishkalarni sirlaydigan nima qildi? Shirkchilik qildi. Bunda ashli ko'pincha 3-4 aylar, 2 aylar bo'lmasa, yolg'iz qilib bo'lmaydigan bo'lgan ekan, shirkchilik qilib topgan pulni tam o'lishadigan. Mesela uğurlumu şunda yani çıksın o. Mesela tövbe şeyin şirkçi bir gün tapkın kullanımını oturup taşlasa hemen ölüşü mümkün. Şunu okşaysın. Demek bu beden cismani emgekini çıkarıp pul tepip tapkın paydan işkeylen ölüşüdüğün gap. Mesela tömüçüler, yağatçılar ve şirketul abdani bil cümle inde Ebi Hanifete vel malikiyete caizetun. Cumhur caiz dedi. Ebu Hanife, Maliki mezhepçiler, İmam Ahmed bular caiz dedi. Umuman hem de bazı bir şekilde bozma. Ve mena'a minha eş-Şafii. İmam Şafii caiz mezhep durup. Delil nemase ve umdet şafiiyyeti enne şirkete innema tahtassu bil amwali la bil a'mal. Bu şirkçilik degan sermayega xos narsa. O ishqi shirkchilik bo'lmaydi. Lianna zalika la yandabitu fa huwa ghararun indahum. Chunki ish degan unda tutumliq narsa degilmaydi. Ba'zi odam mijoz yo'q chog'da ishlamasligi mumkin. Ba'zida o'rinliq qolsa azroq ishlash mumkin. Ba'zi jiq ishlab ketishi mumkin. İz kana amalu kulli wahidin minhuma majhulan 'inda sahibi. Çünkü qarshi taraf qanchalik ishlaydi, buni shirki bilib bo'lmaydi. Uni bilib bo'lmaydi, lekin odatda uni ma'lum miqdorda mo'lcharligi bo'ldi. Mashtan manchalik ish qildi. Ha, ba'zi kunda og'rib qolishi mumkin, lekin yana ba'zi kunda biroq ishlaydi. Shunlar bunda o'rtalamasidan chiqarsak, uni mo'lcharlab men shunda oldim. Ba'zi kunda ishlayman, ba'zi kunda o'rinliq qilib qolaman, ba'zi kunda og'rib qolaman. Unda o'rtalamasidan chiqarsak, mana manchilik, mana manchilik bo'ldi deb ham mo'lcharligini bo'ldi buni. Bo'lmasam da layanda desak masalan shu ishchini yollab ishlamizgan mashhurimiz hukumat masalan idoralar, shirkatlar ishlar mashhurdi. Bu mana layanda to'lab qoldi. Chunki ba'zi odamlar kasal bo'lib qoldi. Shunama ba'zi kunda kasimi ish yo'q qilib qolishi mumkin, saqlab o'tirdi.
Lekin umuman hamma yig'ib akasi 1 yildan 10 kun kasallanib qoldi ya, dam oldi, 10 kun nima qildi. Lekin man 3 kun, masalan 300 kun ishlaydi ya 250 kun ishlaydi, ravis ishlaydi deb mo'ljallik qildi. Nodkin mashhurdanga. إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه. عند مالكي مذهبنا أساسلانا وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. منا أولجاغان مجاهد لا جاند أولجاسا وهملا تنك تشقادغو. تشقادغو ده بوكشنين كان جقرب الله سن جهاد جهد مشقة بوكشقادغان كان أولجالده. ما فايدة كالده ديген gap. Şu faydını andın mücahidler üzere ülüşten gap. Tam ülüşmeygandı. Hayır, tan uluş isteyen gapni biz shart qildik bunda. Ulushi da ishqil. Ha? Ulushi da. Wa hum innama istahaqqu zalika bil amal mana. Kuch chiqarib ishlab topgan pulmi shu. Wa ma ruya min anna, yani hozir bu g'animatga qiyos qilishdan iborat hozir mana Malikining dalili. Endi bu yerda bir asarni rivoyat qildi. Wa ma ruya min anna ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sharaka Sa'dan yawm Badr. Şaraka Sa'dan ve Ammaran da bir rivayette şimdi keldi. Ammar ibn Yasir ile Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud şeylen şirk oldu. Fasaba Sa'dun farisayn yoki asirayn desan farisayn desek bo'ldi. Ya'ni asirayn deb kelgan nimada rivoyatda. Ve bu şeylen qanday o'ljasak biz shirk nima qiladi deb tutishibdi. Lekin Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ikki asirni qo'l ushiribdi. ولم يصب ابن مسعود شيئا. ابن مسعود radhiyallohu anhu Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu hech qanday o'ljalanmabdi. Nimaga shu? Ikki asrda shirk bo'lganda bu. Bu Abu Davud ibn Majah rivoyat qilgan. Daifmikan? Albani daif debdi. Daif kelma rivoyat. Albani daif debdi ekan. Falam yunkir Nabi sallallohu alayhi vasallam alayhima. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sey degan taqdirda vajil istidlolimda. Bunda ahvol bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'qim xabar topdi bo'lganda ahvolda xabar topmay qolmaydi. Yani bulunda shirk olan başlığında etçeden şirk bulduğu bor. Lekin bunda qilsam bo'lmaydi deb chekilmagan bo'lgan ekan, shu to'g'riliqni ko'rsatdi deb. Vaydan fa innal mudarabata innama tanqidu alal amal. Yana bir dalil bu mudaraba qiyas qilyaptilar, diqqat qiling. Mudaraba degan bu ish qilib tushirgan narsa. Bireylar ishlab turdi-ku. Fajaza an tanaqid ala shirka. Unda mudaraba shu ish ustida bo'lgan shirkat bo'lsa, to'xtam bo'lsa, mana shu ish ustida bo'lgan to'xtam ishga o'xshash. Yani bu qiyas iborat edi. Avval Shafi'i annal muqaradata, sizning nima? Mufavada mı muqarada? Muqarada desek to'g'ri. Nima uchun? Mana hozir mudarabaga qiyas qildimi? Qiyasdan yo'q, mudaraba degan bunda boshqa gap deb qiyosin mal farq deb etish kerak hozir. Annal muqaradata kharijatun anil usul fala yuqasu alayha. Demak siz muqarada yani mudarabaga qiyas qildingiz. Mudaraba degan kharij anil qiyas. Yani qiyasdan sırt holatda o'z oldiga ayrim bir alayda ahvol shaklida ruxsat qilingan. Nonki uni qiyas qilmaymiz. Bu qilgan qiyasimiz to'g'ri emas demakchi. Va kadaka yushbihu an yakuna hukmul ghanimati kharijan an shirka. Yana u g'animatning gapini qilib qoldingiz. G'animat deganmi bu shirkatning hukmidan tashqari bir narsa bu. Demak bu Imom Malikning butun dalillarini hozir rad qilayotgandek ahvol bo'ldi. Ve min şartiha inde Malik'in İmam Malik'nin nazarda muş şirketil abdanning bir şartı nima? İttifaqus san'atayni vel mekan. İkkilarning hüneri o'xshash bo'lishi kerak, ishlaydigan o'rni o'xshash bo'lishi kerak. Ikkilardan to'michi, ikkilardan yog'ochchi, ikkilardan tikimchi. Bunda bo'lsa bo'ldi. Ve qala Abu Hanifa tejuz ma ixtilafis san'atayn. İmam Abu Hanifa hunar ikki xil bo'lsin bilaverdi. Mesela birisi doktorken, birisi doğrugerken. Doktor mu ya da olsa, ağaçta resepsiyona doğrunun ya da setiplan xeridanın pulunu sordan gel. Ya ki bireylen tam çeken, bireylen sır çeken. Daha onken, temel hesaplarını sırla problem işini tamamlaydan gel. Daha sonra buldu deptu. Feşteriku endehu ad-dabbag vel qassar. Daha onken, İmam Abu Hanife'nin karşıda tirajlaydığı adam bilen tikimçi ikisi şirk olaydı. Bu da adam rahna boyaydığı adam desek mi buldu mesela. Bunun da teredim bizden sıktı o. Qassar degeni maşinçi, tikimçi. Ve la işterekâne inde Malik. İmam Malik ya ki İmam Ahmed'nin nazarında bunda iki xil hünerdeki adam şirk bulanmaydı o. Ve onda da Malik'in İmam Malik'in tayanı nima? Ziyadatul gharar allazi yakunu inde ihtilafis san'atayni ev ihtilafil mekan. Hüner kesip o'xshash bo'lmasa, yoki ishlaydigan o'rin bir yerda bo'lmasa, bu yerda noma'lumlik ig'irlashib ketib qoldi.
bir xil tavakkülçülük qilib qoldi deydi. Va umdat Abi Hanifa javoz şirkati alal amal. İmam Abu Hanifa'nın tayinligini shu mudarabada masalan boshqa ishlashga sherikchilik qilish joiz bo'lgan, mushum o'xshash ishlar shundan qiyos qildi. Shart to'xtab qoldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.